Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Ee, Bugun biz sizlar hammanglar burundan tatib anglab kelayotgan, ya'ni 2019 yildan boshlab anglab kelayotgan Uyg'ur birligi haqidagi chaqiriqni bugun yana davomlashtirmoqchi. Endi bu chaqiriqni endi xato tushunolmanglar. Biz burun tatib debli kelyapmiz. Buningda biz qandaq birlashimiz, undaq dedi, mundaq dedi, biz urushimiz, kelishmaymiz degandek undaq narsalar bizmi demaymiz, boshqalarma demasa. Biz Uyg'ur millati eg'ir kunga qolgan chaqda talash tatishlarni hammasini qo'yib turib, qandaq usulda, qandaq yaxshi jidal majra oz bo'ladigan, ziddiyat az bo'ladigan usulda birlik kelishni hammamiz bir o'ylab baqsaq degan maqsadda bugun yana qayta chaqiriqni qilmoqchi. Bugun men birdan tanishtirmay har bir navbat kelganda ham tanishtirg'ash ham so'zga taklif qilay deb o'ylayapman. Oldi bilan Yar Mehmet efendim qisqacha bu to'g'riliq o'zininki so'zini bayon qilsa deb o'ylayman. Rahmet. Esselamu Aleyküm. Bütün dünyadaki Uygur kırımdaşlar, Kazak ve Özbek, Tatar, Noğay, Kırgız, Türkmen, Azerbaycan, Türk ve bizim vatanda ismi atılan Uygur tilini biladigan Hoşlu devletdeki kırımdaşlar, yaxşı sizler teşvikma. Bugün kül ola xeyirlik olsun, hazır vaxtınla xeyirlik olsun, kilerek vaxtınla xeyirlik olsun. Bizimki bu neçizin ayağı kılıvatkan müstakillik davalımızınki neticesi az kalmakta. Şunun için Uygur Milli Birliği Uygur müstakilliği ve ittifak taşkı dünyanınki köydanlar siyasını, vaziyetini, bizim vaziyetini üzerine bilirler. Şunun için ittifaklaşıp, hemkarlaşıp biz müstakil bulmasak bu aciz mecizle kim yoktur, kim yapmalı üzerine düşündüler ve düşünüp oldu da oylayman. Şunun için bütün dünyadaki meyli nime millet, meyli kayz din ülkesi Uygur'un birliğine koşuşlarını ve bizni hemkarlık til, avaz arkalık bizge yararak buluşlarını ümit kılırız. Uygur milletimiz olsa ittifaklı şeyli. Kazak, Kırgız, Özbek, Baytın dep ütüm, Noğay, Tatar ve Azerbaycan, Türkmen, Türk. Biz ittifaklaşmayı, birleşmeyi Allah'ınki hükümede bu millet, bu din kırımdaşlar ittifak ve adalet bilen özü kutkunuz diken. Hazır biz fakat ittifak birlikli özümüz kutkunuz. Muşlan teşhide kılıp men ma yoluna nima qilaman, ay yoluna qilaman deb qaynamga hammamiz o'lash kirib ketib, jahannamda kuyib jumayli qarindoshlar. Mening deydiganim mushincha bo'lsin. Hammanglarga ko'p rahmat. O'yishinglar, fikrlashinglar. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Undaq bo'lsa Shahribonim xonimning chaqirig'ini anglab boqayli. Marhamat. Şehribanım. Eshitmadi. Tor intayin yaxshi emas hozir torning suratini. Anlanatam da. Assalomu alaykum.
ki bu. Не слышу, не слышу. Sizning to'ringiz bek ojizki, ovozimiz uzilib qoladi. Mening ovozim sizga anglangan bo'lsa, hozir siz birdan to'xtab turing, to'ringiz yaxshi bo'lguncha. Erkin efendim, hozir doktorxonadan kelibdi. İki kız gaqig'idek hol bormikin? Erkin efendim, merhamet. Ovoz. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan suygan qarindoshlar. Ammo tunugun men mayliq ikkinchi qatimni vaksina urdigan. Urdisak bu temperatur kechidan bir o'rlab, yuqorilab degandek bu kasal men hozir. Shunga men chiroyim yuzimni ko'rsatmadim. Men qarindoshlar nayt yaxshi qildi. Vatandoshlar, vatandagi millat ham nima deymiz, qirilib, o'ylab tugayotdi. Yo'qolyotdi. Ama shunday vaqtning o'zidami biz o'zimizning oldidagi bir kichik bir ziddiyatlarni, kichik ishlarni kayniga tashlab qo'yib, birlashib, avval millatning mustaqilligi, vatanning ozodligini bir olgandan keyin andin qolgan masalalarni yechib olsaqmi, o'tirib bir muzokaralar bilan bo'ladi deb o'ylayman. Buning uchun bu birlik ittifoqlikni shakllantirish uchun mening tushanchamda endi Muşu çoğunla, bulup mu çoğunla ziyaliler, mesela dini adamlar, muşlar cik rol oynaş gerek de bulayman. Özünün ki milletke, muşu milletin menfaatine layık işlerini tokur düşündürüş gerek. Hadi, meniki oyluğunun başı şu, bu milletin adeti birleştirişinin adeti bir iki yıl usulü oldu. Biri pul bilen, ikincisi diktatör hem de. Biz bizde ya pul mu yok ya diktatör mu bo'lmagandan keyin shunday chaqir qilishdan boshqa amal bo'lmaydi endi. Millat xalqimizga chaqir qilyapmiz. Birlashaylik, inoq bo'laylik, ittifoq bo'laylik bo'libmi? Vatan millatning cho'nglari, aktivlari birlik ittifoqlik kelgan vaqtning o'zida samimiy, adil, dadil bo'laylik demoqchi. Men gapim shunga qilish bo'lsa qarindoshlar. Kesel ma. Hazır yana temperaturam yana o'ltirib 40lar chiqib ketdi deb o'ylayapman. Bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Murat efendim, merhamet. Ya mana Shaharbodam boya so'z bergandik, kirsin. Nemesi ovoz uzilib ketdi. Bo'ldi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bu yaxshi sabablar shu bir nim boshladik, hammamiz biz Uyg'urlar birlashaylik deb. Bu birlikda kuch bo'ldi. Biz uni aniq bilamiz. O'shaning uchun bizning birlik bo'lmasa, biz albatta biz vatanimizni yengib olmaymiz, qaytara olmaymiz. O'shaning uchun hozir masalan kim bilmaydi, bizning Olmutda hozir sud bo'lyapti. Men yerda shu bizning Qo'shi partiya degan bir Qo'shi partiya uni qurgan Dulat Ag'adil. Bu men o'yimcha Xitoyning qo'lida o'lib ketgan adam. Nimishki desanglar, shu bizning saqchilardir, shu Xitoy shunday o'ltirib yotgan bu odam. Nimishki desanglar, bu rasmiy shu Qozog'istonning vatanparvari, bu Xitoy siyosat Qozog'iston kirmison deb shunday tuproq beshitimi yuz qo'ygan bunga. O'shaning uchun men uni qo'llayman. Men o'yimcha bizning Uyg'urlarning kurashi hamma yerda bo'lishi kerak. Jihad u Afg'onistonda, Suriyada emas Uyg'urlarning. Bizning shu Xitoylar mana bizning shu jihad bo'lishi kerak. Men o'yimcha biz qayerda yashasaqmi, masalan, O'rta Osiyodami yo boshqa yerdami, qayerda oson bo'ldi shu Xitoylar shu yerda
kurash qil. Kim mushu xalq qarshi chiqyapti, yerlik xalqlar. Şu biz endi shunday chishrab ketdik, endi majandak mushu dunyoda biz hamiyada musafir. Shuning uchun biz hozir mushu xalqqa qo'shish kerak, Xitoy qarshi chiqish kerak. Kim bo'lsin-mi? Shular bizning do'stimiz. Kim Xitoy qarshi chiqdi, shular bizning do'stimiz, og'inlarimiz. Xitoy mushu faşist kommunist rejimga biz ishonmaymiz. Biz buni ahvolni ko'ryapmiz hozir. Shuning uchun biz hozir butun mushu mamlakatdagi O'rta Osiyodagi Qozog'istondagi xalqqa davatma sizlar diqqat qilinglar. Biz Uyg'urlar yo'q bo'lib ketsak, chunki sizlar shunaqa bo'lib ketsizlar. Bizning shu bizlar nim bo'ldi, sizlar shunaqa bo'lib ketdi davatman. Birishali. Uyg'urlar emas, Uyg'urlar mushu kim Xitoyning dushmani, bizning do'st. Shunday hisoblash kerak. Xitoyning siyosati hech narsa kirmash kerak. Uyg'ur bayada bizning shu vazifamiz Uyg'urning Xitoyning siyosatini kirgizmashga. Shuniga biz mushu Alloh taolo bizni hozir yaratib qo'ydi bu dunyoga. Bo'pti, assalomu alaykum. Rahmat. Şehrbanu Hanım, to'g'ri qandaq? Yaxshiroqmi hozir? Ochiq chiqyapti sizga, ovoz beryapman-da. Sizlar yaxshi anglayaptimi? Undaq bo'lsa, to'g'ringiz o'ngshaloq o'xshaydi. Ha, marhamat. So'zlang. Assalomu alaykum. Muhaciratdagi barliq Uyg'ur qarindoshlar va tashkilotlar. Butkul dunyo Xitoy kommunistlarining Uyg'urlarga ep berayotgan qirg'inchilikni to'nib yetdi. Biz Uyg'urlar buning uchun tinch yatmasligimiz kerak. Har bir Uyg'ur kelajak vatanimizning mustaqilligi, ozodligi uchun vatanimizdagi xalqlarni qirg'inchilikdan qutuldirish uchun har birimiz ovoz qo'shish kerak. Buning uchun bizning tashkilotlar bizning oldimizda mengib butkul xalqqa shu kurashning mohiyatini tushuntirib, xalqqa durust yo'l boshchi bo'lish kerak. Biz ko'pincha haqlardan anglayapmiz, kimdan keyindan mangimiz, tashkilotlar nima qilyapti degan savollarni xalq qo'yyapti. Shuning uchun tashkilotlar o'ttirg'i chiqib, vatan davosini durust ib berishinglarni biz iltimos qilamiz ham talab qilamiz. Butkul dunyodagi taraqqiyparvar demokratiyani qo'llaydigan barliq davlatlar, cho'ng davlatlar bilan hamkorlashib, Uyg'urning mushu qirg'inchilikni tinmay o'ttirg'i ib chiqib, vatanimizning mustaqilligini yaqinlashtirish kerak. Vatandagi qirilayotgan xalqni qutuldirishimiz bizning hammamizning vazifasi, farzi deb tushunishimiz kerak. Shuning uchun barliq tashkilotlar birlik ittifoq bo'lib, xalqni durust yo'lga boshlab, vatanning mustaqilligi uchun kurashni 1 minutmi to'xtatmayli. Qur'on bo'yicha, demokratiya bo'yicha xalqimizning ozodligi, vatanimizning mustaqilligi uchun har birimiz qinimiz, jinimiz bilan barimizni safarbar qilib, mushu mustaqillikni qo'lga keltirish yo'lida tinmay kurash qilishni hammanglardan so'raymiz ham talab qilamiz. Bo'ldi. Amin. Rahmat. Endi bu birlik masalasini biz uzun bo'ldi ta'kidligili. Buniki qanchalik muhimligini men tushuntirmasam-mu, bultur angladinglar. Uning oldidagi yilmi angladinglar. Bak Govonga degan Xitoy bir qatam sal kayib qoldimikin chiqib Tibetliklarni, Mongollarni, Uyg'urlarni bir tillag'anti. Shu chaqda nima dedi desanglar, Tibetliklar nima u yoq bu yoqda bularni bo'linib yurdi. Ular yaxshiroq deydi. Endi Uyg'urlar kelsa hammasi tepishib bir petitionga imzo at desa 1000 odam bir yerga kelolmaydi, 1000 ovoz chiqarolmaydi. Muşundaq narsalar bu deb keyiflikdə sən ispat sözüldü bu. Muşu birlikning yo'qligini
aşı Xitayni bilib olgan gap ishab turib. Bu intayin muhim narsa bu. Birlik qancha kuchaygansiri atrofdagi dushmanlar ham qo'rqidi, ham ular ojizlab ketadi. Xuddi Vatikanga o'xshash. Yenida puli bo'lsa, askar yo'q, odam yo'q ularning. Odam izlab yurdi. Birlik degan ular yo'q, pul bilan yurdi. Pul. Men buni undaq birlashayli deb aql o'rgatib yurmay, biz uzundan beri so'zlab kelyapmiz. Endi buning muhimligi to'g'riliqli men yana so'zlasam, muhimligi to'g'riliqli so'zlayman. Endi buni to'liqlab takrar so'zlaydiganlar bo'lsa, marhamat. Aliye Hanım kaldı mı? Tishim og'riyotdi deb ekran o'chirdim nima? Doktor xonim kelibdi-ku. Aliya xonim. Endi olsa o tish og'riq pasayicha Yarmamat efendim marhamat. Aliye. Hoş, ondan sonra rahmet. Bu nurgun devletki, nurgun insanlar emdilik belge vazifini anı dep koy, bunu dep koy, dep bana bir özü tutman kılıp atkandı. İnkılap kılan, bu inkılap degen iğizi çıksa inkılap olmaydı. Akidi bilen ve insaf bilen, vücudu bilen çıkıdı. Meyli sen Müslüman bulup ket, kafir olup ket, böyle Katolik olup ket, Hristiyan, ne bulup ketsen bulup ket, senin işçinde bir hesap olmasa ölçme alamaysan. Hey milletim, sizler beni doğru düşünüyorlar. Meniki namımını pek eski kullanmanlar. Çünkü ben Rıttallım. Kıyamet dostun var mı? Yok. Kıyamet dostu gen kandak bugünkü Uygur'unki bişir gelgen bu zulüm, bu külfetçilik, bu kırgınçılık, bu yetimçilik, bu yoksuzçılık. Bizdenki Rıttallı resmimiz kaldı ki hey milletim, aşı vatanın koyunda başsız, pırsensiz yaşayan milletler men siz yaxşı anlayınlar. Mavu özündeki kulluk idealından müstakil bulmasan o zamanın iyisi yok olsa o aciz meclisini bir gün yaşatmaydı. Hem yaşamavatsan bundan 13 yıl burun muş Uygur'unki muşunda kuni kıyıp kalsa sen mu muşun çitilip tügeysen degen. Aziz arkadaşlar, bununla bu Şivsiyada işsiz kalkan 3 adam güva. Ağzı da vardı da sen aşnak deytin burun aşnak diyen tanıdı. Aziz arkadaşlar, vazife öteş bu senin kılıvatkan vazifen seninki çünkü devletin yok. Vatanın ve ana hayat. Aşı toprak anımız hayat. Dadımız yok. O dadımız olsa devlet, hakimiyet. Bu hakimiyet yok. Şunun için bu Uygur'un müstakilliği olmasa bütün dünyadaki insaniyetten müstakillik tutulanmaydıgan bir derece keyip kaldı. Nemige? Çünkü Allah çıraylıkla muş taşlap koydu. Bizdeki kendimizle, cinimizle, milli kimliğimizle, tarihimizle pen kömülü ortamız. Biz kömülüp ketsek bu tarihini kayyan konudan Uygur çıkmadı. Dedim ki ordusu olsun, meyli İtalyanlar olsun, Fransızlar, Kanada'daki 1990 9. 3. ayındaki 26. Mart'ma 3. ayın 26'sı. Okutken koçunu
Qayan ko'z Uyg'urning tarixi chiqadi dedim. 1999-yil. Shuning uchun bütün dünyada en mushu xira qilgan kim o degani Yahudlar. Men dedi 2019 yana deb qo'yaylik. Sen 3-20 yosh kirdim. Men bu Yuga degan millat Uygar edi. Bu millat Hava anamiz ve Adem Aleyhisselam Bakenduh dedi. Degani ki unda vaqtda senin ata babanın tarihi yo'qolib ketsa, eksinchi başka bir hakimiyet çıkıp onu yo'q qilaversa, sen o vaqtida saqalamsan, ata baban o'ldi. Miroz desang, kimdan qoldi desin nima deysa. Shuning uchun bu Uyg'ur masalasi burun biz shunday deb keldik. Bu Uyg'ur masalasi mandaq mesele emas. Ama mustaqil bo'limiz yomon tez. Uyg'urning masalasi o'tirib chiqqan chog'da yer üstündeki qo'ng'iz qarshi chiqadi. Shuning uchun birlik ittifoqlik seni biz oldimidik. Sana biz yolg'on so'zlimidik. Shuning uchun yaxshi o'ynashinglarni umid qilaman. Ve sizlarga Allah hidayet verishini duo qilyapmiz. İnsanlarga ve eksikler kelinglar. Qarindoshlar. Bu iş onu olup tutmaydi. Bu Uyg'urni yo'qotayotganini tutmaydi. Bu Uyg'urniki mancu yo'qoldi mı? Nomi qoldi, o'zi yo'q. Nimaga? Xitoy bilan kelishib ketdi bular. Tashqi dunyo unutamdiki. Yo'q. Az günlük Xitoy başlasa Manjuriya yani. Kilemde eksik kememde. Kitallar. Bayvillar. Cungarlar. Mana bir imperiyani bozup yani eksik ekiliş. Biz ulardan bunun yo'qolib ketgan to'q. Yani bizi eksik ekiliş için çünkü bu Allah'ınki bizge rahmeti. Bu Allah'ın rahmeti karşı yo'qdimi desen o senin çok ahmaklığın, üzerinin yo'qolishi oludu. Senden zemin, tarih, harita, mal dünya biz aldığımız xun bedel to'laydigan Tayvan Xitoy bilan hammasi Xitoylar. Başka devletdeki başka millet o'risi ol, nim bo'lib ket, Qozaq, Qirg'iz, O'zbek, Tojik, Uyg'ur bo'lib ket, zeminde yaşaydi. Bizden mustaqilligimiz. Biz muşu iliden tartib, şimaldan tartib, Çinxaygacha bu zemin bizga yetib muşunu aşıdı. Ma'u Qozaqninki, Qirg'izning, O'zbekning, yani başka millatninki, Türklar düşmanlık qilyapsa, ama sizlarni yo'qdigan kuch ichinglarda. Tashqi dunyo emas, ichinglardagi kuch. Dikkat qilinglar. Xuddi bizdan içimiz chiqqan düşmanlardek senin ishingdagi 9dan boshqarib 9 millat. Bütün diniy ishlarni bir amrana qo'l qo'yib bergan Turkiya onun için bu düşmanlık qilib ketma. Yana deb qo'yaylik. Xudoyim bo'lsa biz mustaqil bo'lamiz. Hech qanday tarix, hech qanday zemin sizlardan talashmaydi hech kim. Biz mush mevcudda bizda qo'rqib Servis Sepil'in silib oldi ya. 1454 yıllık 54 yılda işip ketdi. Mana aş Servis Sepil'in tutganga. Yalnız tarix qarab turib sen bilirse. Başka milletin bilidi. Onda olgan iki qarindoshlar. Bizdeki ittifoqligimiz biz mustaqil olsak tinish. Vallahi billahi bütün dünya, bütün millet tinchlanadi. Bo'lmasa bütün dünya xo'jlig'an ya bir qon tekmagan bütün chorvachilik, dehqonchilik bu binosilash, yo'l yasash, mo'shundaq sanatni bütün medeniyatni tugatgan bir millatni hammalar yo'qotishga boshlasanlar
Allah'ın karşılığı boğan şeytanı bekrek vaxtıda sizler cehennem azabı kalsılar. Muş dünya ve cehennemge nima qiladi? Eng yaxshi ittifoq birlik nayt isil narsa. Ha? Bir narsa deb qo'y oxirida Adem Aleyhisselam havanımız vaxtını tartıp bütün mayli qaysi din olsun bütün insaniyet birga yashaydigandir. Birga yashaydigandir. Bu millatniki oxir zamon yiqilashganda ittifoqlashaylik desa, mushu shaytonlar, namrudlar buzib qirg'inchilik bir-birisi dushmanlik ekemaslik Allohniki hukmiga qarshi turayotgan. Sen mi şunudmu ya? Bağırtlattı mı, atlattı mı? Onu arıyorlar. Beni gibi tügüdü. Rahmet. Rahmet. Aliye Hanım qadak söz qildak mağdar bormi? Bayan degandek, men bu birlik to'g'riliq desam, buningki yanala shu muhimligini ash atrofida so'zlay. Boshqa tafsilot bo'lsa, keyingi qatimliq medialarda tafsil tushuntiramiz. Endi bu hozir birlikni biz doim ta'kidlaymiz. Buniki mundaq bir muhim yerini bir eskartay. Agar tashqi kuchlar bizni hozir qo'llaydiganlar ko'plab ketvordi, 7si uch oshkor o'tirib chiqqan bo'lsa, yana 12si parda qisida bular qo'llaymiz deydi, lekin bir narsa e'lon qilmadi. Endi bular hammasi bularni bir yig'ib yordam qilayli desa, biz ashnimga tayyor bo'lamisak, mushta pach tursak, u kimlarni nalar chaqirib nalar yig'di? Yordam berasiz, kimlar yordam berdi? Mush narsalarga taqishib qoldi-da, odam qani deb. Muajirat 3 million Uyg'ur bor deb bizlar emas, ular deydi-ki. Chetliklarmi? Chetliklar hamiz deydi-ki. Agar 3 million odamning ichida 3 ming izlab baqayda bular yordam berishni izlasa, 100 ning topamisa, 100'ün biriye ekese, 100'ü 5 bölünüp, 10'u bölünüp ottasa, menimce intan bu nachar ahval, sizlar o'ylasanlarmi, boshqalar o'ylasimi, hammasi o'ylasa bu nima ish bo'lib ketdi deydi. Ham shunga xalqlar bizni izlab yurishdan ilgari biz birlashib, xalqlarni izlab baqsak bo'ladi. Bizning hozirgi tashkilotlarimiz bek az. Biz yanıdan ya teşkillerimiz ya teşkilat kurumuz. Biz oturup çıkanlar mavuşu meydimizin kerip Uygur kimligimiz bilen Uygur'un doğru davasını kılımız dep işkiği sözleydiği adamlar bir yere toplaşalısa hem o uygunup dep yardım veriş mümkün. Eğer izlep baksın tapamıza tapsın hemiz uğraşıp ottasa yardımını belgisi kilemdu kememdu bu oylasak mı? En kıskısı muşunu özümüzge tadbiqlab baksak, birisi yardım vermekçi olsak, bir grup adamga aşla degan pasport birinin bermesim alılgan adamның tayini yok, to'g'ri yo'lda mangdiz ta'tirmanib yursa, bizning yardım qilgimiz kelmaydi o aşlag'imi. Shundaymi? Ashlang o'xshash u yardım berdiganlar bizni saqlayotdi-da. Bizni menimcha ularimiz biladi. Ularda istihbarat shundoq kuchlik. O'tgandagi bir mediadami necha bo'lib ketdi, shuni biz degandik. Bizning biladiganimiz 50-60 million odamni lagerlarga tiqib etdi, o'tirib etdi, zavodlarga akirib etdi dedik. Endi hozir texnikada sun'iy amra orqali ma yerda bog'chaning ichida gazet o'qiyotgan odamniki qo'lidagi gazetni sun'iy amra o'qiyotdi, cho'ngiltib. Shunchalik saviya baturs lagerning ichida ko'mamda ular. Odamni nega o'tkidi, askarlar nima ish qilyotdi, qanday o'tadi deganni ko'may qalamda gazet o'qigan odam.
Elbette gördü. Aşırı köyge adam simsiz Wi-Fi o hazır. Aşı teknik arkalık lagerning içindeki kameralarını köreleydi ular. Hemmini bildi. Ular kaçan uyg'undiki ma millet deb saqlavadı. Tashrifda desa Xi Jinping'ninki qig'ini, Jungo hukumatining qig'ini, Xitoy hukumatining qig'ini, Gominalarning qilgan ishlarining hammasi to'g'ri bo'lib qoldi tashrifasi. Tashlamay desa uyg'unish yo'q. Men doim ishad musiqa qo'yib turibdim. Abduxoliq Uyg'urniki O'yg'on degan she'rga kirgizgan musiqa ekan-ku. O'yg'onsunda men shuning qilib qo'ygan musiqa. O'yg'onayli, birlashayli. Mushuni to'l ta'kidlab ketdik, musiqani qo'yamiz doim. Endi Uyg'urlarniki yuz obro'yini azroq o'sim ko'tirish uchun bo'lsa-mi? Mayl inqilobni qilamaydiganlar yaqin kelayman men qo'rqaman deyishlar bo'lsa-mi? Ma birlikka kuch qo'shsak, inqilob qila oladiganlar oldiga chiqsak. Nima bo'lmasin, birlashib, ma xalqarodagi ma tashqi kuchlar bizni izlayotdi hozir. Izlaganlarga, voy biz mana hech bo'lmaganda 3 million muhojirat Uyg'urning ichida 1,5 million 50% bo'lsa-mi? Hozir o'yg'ondi deb bir narsani ko'rsatsak, ularmi menimcha qo'shib ketadi. Ular tarixni bizdan yaxshi bilgachga o'zniki ota-bobolarining mushundaq eg'ir kuniga qog'iniga chidab turolmay, makun kelganda irqiy qirg'inchilikni bizdan burun e'lon qilib berdi. Uyg'ur kishilik huquq qonunlarini chiqarib berdi. Birishga so'z qo'shqay. Marhamat. Marhamat, sizlar. Ovozingiz uzilib ketdi, o'g'ay. Anglayapsizsiz? So'zlang. To'g'ri, ajiz o'xshaydi. To'rebek ajizga, to'r yaxshi bo'lguncha men davomini so'zlayman. Mushundaq eg'ir kunlarda tashqishlar har xil qonunlarni chiqadi, bizni boshlab turibdi, asli ma'ni qilsam to'g'ri bo'ladi deb. Endi mush boshlab bergan yo'lga tushish uchun birlashayli, ittifoqlashayli. Gapim tugadi. Shahrbon marhamat. Muşu 20 yıldan tatip bütün dünyaya Yani üzüldü mü? Onda özü 3 kaldı o. 20 yıldan tatip bütün dünyaya tarqalgan muşu Covid'den bütün dünya devletler intayın çok ziyan çekti. Gerek. 1 minut uxlamasligimiz gerek. Hakikaten G'enem efendim degandek Uyg'urlarning vaziyati to'g'riliq butkul davlatlar yaxshi biladi. Hatto qaysi tashkilot nima qilyapti, ashlarni bilishim mumkin. Shuning uchun biz u davlatlar oldida sharmanda bo'lmay, 1 minut uxlamay Uyg'ur davosini kecha kunduz ep berishimiz kerak. Uy. Anlatam. Üzülüp çıkmadı da. Çandok şakırbadı. Kişikten üzülüp git bardı gipons. Ma o medyana Şu devletler hemmisi başlaganda medyana başlagandacha zardap çekkenlik hujum uçurduk biz. Olmayıvatıdı. Benim çıkmayıvatıdı. Hem çıktı. Şuradan çık vaxtıda.
batılı da. Biz şu fırsatdan faydalanıp devletlerinin qo'llashiga texmi ko'p berishga tirishishimiz kerak. Bir minut tashkilotlar bo'shab qo'ymas kerak. 60 tashkilot bor deydi, nima qilyotdi? Boshqa tashkilot, Amerikadagi tashkilotlar nima qilyotdi? Surgunda hukumat 5 bo'lib, mana intayin bir cho'ng sharmandachilik bu dunyo oldida. O'shalarni to'xtatish kerak. Hammasi bir-biri bilan maslahatlashib, bir ishni qilish kerak deb o'ylayman. Xalq ashuni talab qiladi. Xalqqa olam oldida biz sharmanda bo'lmaylik. Bo'ldi, so'zlab bo'ldim. Rahmat. Mushtabda naq maydonni ko'rayotganlar, anglayotganlar, mishab ovozning yaxshi emasligini ashadin bilyotdi deyman. Biz naq maydonni tönögün qilimiz degandimi, shu chaqda bir sinab boqay desam, to'g'ri igispas bo'lib ketgandi. Bayama biz boshlagandila, biroqla to'rning surtini ostildi, ovozlarni uzdi. Buni kim qilyotdi? Hozir bilmaymiz. Ishqirmash to'rda doim biz naq maydon qilsak, birni qilib qo'ydi. Buni to'rning surti yapondek yuqori, bir yerlarni birni qilib bular. Ne gibim tüydü. To'liqlaydiganlar bormi? Agar bo'lmay qolsa, suhbatni mishagicha qilsak, motorni bek qalaymiqan qilyapti, uzilib ketib bordi. Bularda? Ma'qul, rahmat. Ma'qul qarindoshlar, bayam degandek, mash ovozni uzib yetib bordi. Bo'ldi. Anglag'uvchilarmi bu intayin beoromlik bo'lgan bir xil ahvol. To'r hujumiga uchirmaydigandek bilingan chog'larda yana takror qilamiz. Hammalarga rahmat. Bugungi suhbat mishagichi bo'ldi. Hammalarga rahmat.